Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: azon bilan qomat orasida so'ralgan duo qaytarilmaydi. O'z vaqtida bo'lsa-da ishlaringizni to'xtatib, qo'lingizdagi telefonni tashlab, azon duosidan keyin qo'llaringizni duoga oching. Qancha hojat, bitmagan ishlaringiz, masalan, ushalmagan orzularingiz bordir. Allohdan yaxshi hayot, go'zal xotima, solih zurriyot, solih juft, 2 dunyo saodatini so'rab oling. Har kuni Qur'ondan oz bo'lsa-da o'qib turing. O'lib borayotgan, kasallangan, zaiflashib kirlangan ruhingizni poklanishi uchun har kuni oz bo'lsa-da harakat qiling. Sizdan keyin sizchalik yalinib duo qiluvchi topilmaydi. O'lishimiz bilan yaqinlarimiz tez kunda unutadilar. Dunyo ishlari esa bizdan keyin ham davom etadi. Biz esa yo'q bo'lamiz. Yer ustidagilardan yaxshilik kutamizmi? Kim yaxshilik yuboradi? O'g'illarimiz